Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, hurmatli podpischilar. Xudo xolasa 7-mart sanasida navbatdagi darvozalarimizni olib kelib, ustanovka qilib berdi yurtdoshlar. Bu yerda manzili Qashqadaryo viloyati Qarshi shahriga bo'ldi yurtdoshlar. Hop, bu xonadonimizga ikkita darvoza buyurtmoganmiz. Bittasi bu yoqda, keyingisi u tomonda bo'ldi. Hop, bu tomondagi garaj eshigi bo'ldi. Asosiy glavniy xod butun bunisi bo'ldi aziz do'stlar. Darvozamiz bilan qisqacha tanishtirib qo'yaman. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqib ko'rasizlar. 12 viloyatga hop dastavka ustanovkalarimiz bor do'stlar. Hop, eng avvalo nima uchun kalitkasi ikkita deyishinglar mumkin? Savol tug'iladi. Kalitkasi egalari shuni xohladilar. Shu sababdan ikkita kalitka qilib berganmiz aziz do'stlar. Endi darvozamizga to'xtaladigan bo'lsak, darvozamizni mana shu qismiga mebel chizib berganmiz, ko'rishinglar mumkin. O'zi azalda buni ko'p joyda ko'zinglar tushgan bo'lsa, nerjivinka yopishtiriladi bunga. Biz buni mebel qilib berganmiz yurtdoshlar, ko'rishlar mumkin. Xudo xolasa darvozamiz yonib turibdi, cho'tki. Darvozamiz 2 qavatli variantda bo'lgan. 1.8 desa 2 qavatli variantda. Plus oldiga mana shu elementlari bilan 3 qavat desa ham bo'laveradi yurtdoshlar. Darvozamizda umuman shum yo'q. Xudo xolasa egalariga buyurib nasib qilsa, yaxshilik kunlarga xizmat qilsin do'stlar. Ruchkalarga ham ahamiyat berasizlar. Mebel qilib berganmiz bu joylardan. O'zgacha chiqdi, yangilik dizayn bo'ldi-da bu ham. Xudo xolasa. Zamoviga ham to'xtalib qo'yamiz yurtdoshlar. Zamoviga yaqinroq bilasiz ishlash funksiyasini. Xudo xolasa devo mashinalariga ham dam beradigan holatda bo'ldi yurtdoshlar. Ichkari qismidan ham ko'rsatib qo'yinglar darvozamizni yengil. Aziz do'stlar, darvozamizning orqa qismi tekis holatda bo'ladi, diplomat variantda bo'ladi, ko'rishinglar mumkin. Orqa qismiga polni lis qoplaganmiz. Hop, sentr ruchka qo'yib berganmiz, ishlashi zo'r. Bitta qo'lda ishlaydi sentr ruchkamiz. Xudo xolasa ishlashda muammo yo'q, juda yengil. Xudo xolasa darvozamiz oldiga ochiladi, yopildi. Xudo xolasa shum yo'q darvozamizda. Hop, shanerlarga to'xtalamiz. Shanerlar aziz do'stlar, shanerlar orqada. Shanerlari oldiga o'tamiz. Shanerlarga 40 lik razmerdagi shanerlarni qo'yib berganmiz yurtdoshlar. Zakaznoy bo'ladi bu shanerlarimiz. Darvozamiz vazmin bo'lishiga qaramasdan, xudo xolasa yengil ochilib yopiladi. Ochilib yopilishlarida muammo yo'q. Xudo xolasa kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. 12 viloyatga dastavka ustanovkalar bor. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.